Qadim zamonlarda odamzod qorong'u osmondagi yulduzlar harakatini hayrat bilan kuzatib kelgan. Kimdir yulduzlarga qarab taqdirini bashorat qilgan bo'lsa, yana kimdir ulardan taqvim tuzishda va dengizda yo'l topishda foydalangan. Biroq ming yillar davomida insoniyatning osmon haqidagi bilimi nihoyatda cheklangan bo'lib qolaverdi. Odamlar yulduzlar haqida faqat bitta narsani, ularning osmonda borligini bilishardi xolos. Bugungi kunga kelib esa biz koinotning cheksiz sirlari haqida juda ko'p va aniq ma'lumotlarga egamiz. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda astronomlar yulduzlar haqida to'plagan bilimlarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Osmonni kuzatganimizda biz unda asosan yulduzlarni ko'ramiz. Miltillab yonib turgan yulduzlarning bizga ma'lum bo'lgan ilk xususiyati ularning yorqinligi edi. Yulduzning yorqinligi bo'lsa, yer va uning orasidagi masofaga bog'liqligi tezda ayon bo'ldi. Qadimgi Yunonlar ham yulduzgacha bo'lgan masofani yillik parallaks usuli bilan aniqlashga urinishgan. Bu usul kuzatuvchining quyosh atrofida harakatlanishi davomida yulduz fonining o'zgarishiga asoslangan edi. Lekin bu ishni o'ta aniqlik bilan amalga oshirgan birinchi olim daniyalik Friedrich Struve bo'ldi va natijada 1837-yildagina yulduzlarning yorqinligini hisoblashda masofa ham hisobga olinadigan bo'ldi. Keyingi katta qadam o'tgan asrning boshlarida tashlandi. Spektral tahlil yordamida yulduzning rangi subyektiv baholashdan aniq raqamli ko'rsatkichga aylandi. 1910-yilda Anger Gershsprung va Henry Russell yulduz spektri va yorqinligi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatuvchi mashhur diagrammani yaratishdi. Olimlar ko'plab ma'lumotlarni birlashtirib, yulduzlarning 80% bitta chiziq bo'ylab joylashganini aniqlashdi. Bu kashfiyot ikkita muhim xulosani berdi. Birinchidan, endi juda uzoqdagi yulduzlargacha bo'lgan masofani ham taxminiy aniqlash imkoni tug'ildi. Ikkinchidan, diagrammada asosiy chiziqdan tashqari boshqa tarmoqlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Diagrammadagi chiziq asosiy ketma-ketlik deb aytiladi va u vodoroddan geliy sintez qiladigan to'g'ri yulduzlardan tashkil topgan. Bunday yulduzlarning markazida vodoroddan iborat o'zak bor. Bu o'zak ichki yadro va nurlanish zonasidan iborat. Markazda hosil bo'lgan energiya bu zonadan juda qiyinchilik bilan o'tadi, chunki vodorod issiqlikni deyarli o'tkazmaydi. So'ngra energiya konveksiya zonasiga yetib boradi. Bu qatlam zich, lekin suyuq vodoroddan tashkil topgan. Bu qatlamda qaynoq massalar tinimsiz yuqoriga ko'tariladi, soviganlari esa yadro tomon pastga tushadi. Konveksiya zonasining issiqligi fotosferani, ya'ni biz ko'rib turgan nurli okeanni quvvatlantiradi. Yulduzning eng tashqi qismida esa xromosfera deb ataladigan oddiy gaz qobig'i mavjud. Chizmadagi bu chiziqdan tashqaridagi tarmoqlarni boshqa energiya manbalaridan foydalanadigan yoki tuzilishi jihatdan asosiy yulduzlardan farq qiladigan osmon jismlari hosil qiladi. Odatda bular hali shakllanayotgan yosh yulduzlar yoki qarib borayotgan va o'layotgan yulduzlardir. Yulduz guruhlarini sharhlashni endi shakllanayotgan yosh yulduzlar ta'rifidan boshlaymiz. Galaktikamiz massasining qariyb 2%ni gaz va chang tashkil etadi. Ular koinotda sochilib, ba'zida zich bulut va tumanliklarni hosil qiladi. Odatda bunday tumanliklar ulardagi zarrachalar tezligi tufayli beqaror bo'ladi. Ammo gaz doimiy ravishda sovib boradi, molekulalar harakati sekinlashadi va beqarorlik o'z o'rnini boshqa fizik jarayonlarga bo'shatib beradi. Bunda tumanlik siqila boshlaydi va gravitatsion kollaps jarayoni sodir bo'ladi. Bulut ichida harorat ko'tarilib, ajralib chiqayotgan energiyaning bir qismi nurlanish ko'rinishida yo'qolib boshlaydi va ichki bosim ortib borayotgan tortishish kuchini to'xtata olmay qoladi. Bizning quyoshimiz ham ilk bor hali shakllanayotgan va siqilayotgan tumanlik holatida porlay boshlagan. O'sha paytda bu porlash uchun yagona energiya manbai gravitatsion siqilish edi. Markazga qulash natijasida chang zarralarining harakat tezligi issiqlikka aylangan. Bu vaqtda quyosh sovuq, to'q qizil rangda porlagan. Uning o'lchami hozirgi Mars orbitasigacha bo'lgan masofaga teng bo'lgan va u juda ulkan nur sochuvchi yuzaga ega bo'lgan. Keyinchalik uning markazidagi modda suyuq holatga kelganda u Merkuriy orbitasigacha siqildi va uning atrofida sovuq chang diski aylanishni boshladi.
Lekin Quyosh ichidagi bosim hali termoyadro reaksiyalarini boshlanishi uchun yetarli emas edi. Moddalarning notekis taqsimlanishi natijasida zarba to'lqinlari to'qnashib, kuchli portlashlarni yuzaga keltirgan. Bu portlashlar yulduzning tashqi qatlamlarini samo bo'shlig'iga uloqtirib yuborgan. Ammo gravitatsiya har safar g'alaba qozonib, siqilish yana davom etavergan. Faqatgina shakllanayotgan yulduz yadrosidagi vodorod plazma fazasiga o'tganda termoyadro reaksiyalari to'xtovsiz davom eta boshladi. Shu paytdan boshlab energiya ajralishi nurlanish yo'qotishlarini muvozanatga keltirdi va siqilish deyarli to'xtadi. Endi vodorod yonib geliyga aylanardi. 4,5 milliard yil avval bizning Quyoshimiz balog'at yoshiga yetdi va chizmadagi asosiy ketma-ketlikka kirdi. Astronomiyada yulduzlar ularning nurlanish spektri asosida tavsiflanadi va bu biz bevosita o'lchashimiz mumkin bo'lgan yagona xususiyatdir. An'anaviy yulduzning yorqinligi va massasi aynan shu spektr asosida hisoblab chiqiladi. Olimlar yulduzlarning taqdiri va xususiyatlarini ularning 9 ta maxsus vazn toifasidagi guruhlardan biriga mansubligi bilan belgilashadi. Birinchi guruh malla mitti yulduzlardir. Bular koinotda eng yengil yulduzlar hisoblanadi. Massasi Quyoshnikidan 110 martagacha kichik bo'lgan yoki 12 tadan 77 tagacha Yupiterni o'z ichiga sig'dira oladigan termoyadro energiyasining manbaiga ega haqiqiy yulduzlar malla mittilardir. Ularning markazidagi bosim geliy sintezini boshlash uchun yetarli emas. Ammo bu bosim eng past chegaradagi termoyadro reaksiyalari uchun yetarli. Malla mitti yulduzlar uchun deuteriy va litiy termoyadro yoqilg'isi sifatida xizmat qiladi. Shunga qaramay, malla mitti yulduzlarning asosiy ketma-ketlikdagi yulduzlardan katta farqi bor. Kattaroq yulduzlarning harorati va yorqinligi vodorod geliyga aylangani sayin hamda yulduz yadrosida bosim ortgani sayin doimiy ravishda oshib boradi. Malla mitti yulduzlar esa aksincha yoqilg'i sarflanishi tufayli har milliard yilda taxminan 10-20% ga xiralashib boradi. Yoqilg'i zaxiralari butunlay tugaganda bu mitti yulduz Yupiterga o'xshash, lekin uning kattaroq nusxasiga aylanadi. Bu yulduzlarning yana bir qiziqarli xususiyati ulardagi moddalarning to'liq ionlashmaganligidadir. Ularning atmosferasida kislorod va vodorod birikmalari, is gazi va metan mavjud bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifaga asosiy ketma-ketlikdagi eng kichik yulduzlar massasi Quyoshnikidan 102 baravargacha kam bo'lgan qizil va qisman to'q sariq mitti yulduzlar kiradi. Ularning vazni 4 ta vodorod yadrosining bitta geliy yadrosiga aylanishi uchun yetarli. Biroq bunday massadagi jismlarda geliy sintezi to'liq barqaror emas. Natijada yulduz pulsatsiya qiladi, ya'ni go'yo qon tomiri pulsatsiya qilgandek urib turadi. Siqilish bosimning oshishiga va reaksiyalarning kuchayishiga olib keladi. Lekin energiyaning ko'p ajralishi yadroning qizishiga, kengayishiga, bosimning pasayishiga va sintezning keskin sekinlashishiga sabab bo'ladi. Qizil mitti yulduzlarning yorqinligi 40% ga, ba'zi hollarda esa bir necha baravargacha o'zgarishi mumkin. Eng beqaror mitti yulduzlar chaqnab turuvchi yulduzlar deb ataladi va ular o'zgaruvchan yulduzlarning eng ko'p tarqalgan turi hisoblanadi. Yonish jarayoni notekis bo'lishiga qaramay, vaqt o'tishi bilan qizil va to'q sariq yulduzlarning harorati va yorqinligi muttasil ortib boradi va oxir-oqibat ularning rangi o'zgaradi. Bunday yengil vaznli yulduz o'z hayotini ko'k mitti yulduz sifatida yakunlaydi. Lekin buning uchun juda uzoq 50 milliard yildan to 1 trillion yilgacha vaqt kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi toifaga o'rtacha vazndagi, ya'ni massasi Quyoshnikidan 2,5 baravargacha ko'p bo'lgan to'q sariq va oq sariq yulduzlar kiradi. Bu yulduzlarda vodorod juda beqaror yonadi. Ularning yorqinligi va rangi esa yuzlab million yillar davomida deyarli o'zgarmaydi. Biroq yulduz massasi qanchalik katta bo'lsa, uning umri ham shunchalik qisqa bo'ladi. Taxminan 1 milliarddan 50 milliard yilgacha bo'lgan vaqt ichida to'q sariq yulduz sariq yulduz esa oq rangga aylanadi. Yulduz yadrosidagi vodorod zaxirasi tugagach, yulduzning markazi siqila boshlaydi.
yadrodan siqib chiqarilgan vodorod qoldiqlari qisqa muddatga yana yonib, yulduzni 2,5 baravar ishiradi va u yorqin subgigantga aylanadi. Shu paytda yulduz markazida harorat kutilmaganda 100 million darajagacha ko'tariladi va endi geliy ishtirokidagi termoyadro reaksiyalari boshlanadi. Quyoshga o'xshash yulduzlarda geliy yonishi deyarli darhol to'xtaydi. Lekin bu qisqa vaqt ichida ajalib chiqqan energiya yulduzni butun hajmini qizdirishga yetadi. Yulduzning yorqinligi 100 ming barobar, radiusi esa yuzlab marta ortib, u ulkan qizil gigantga aylanadi. Keyinchalik tortishish kuchi ushlab tura olmagan gaz qatlamlari koinotga uchib ketadi. Quyosh hajmida og'irroq geliy yadrolari qolib, quyosh tobora siqilib boradi va o'ta zich o'lchamdagi kichik oq mitti yulduzga aylanadi. Bir necha milliard yildan so'ng bu jism butunlay soviydi va oq mitti yulduz endi qora mitti yulduzga aylanadi. 4-toifaga massasi Quyoshdan 2,5 baravardan 8 baravargacha bo'lgan oq va oq ko'k yulduzlar kiradi. Ular qarigani sari o'z rangini deyarli o'zgartirmaydi. Ularning avvalgi toifadagi yulduzlardan asosiy farqi geliy otilishi vaqtida yaqqol ko'rinadi. Bunday yulduzlar subgigant bosqichidan o'tmaydi, chunki ularning kuchli gravitatsiyasi moddalar sochilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Kengayish jarayoni esa tezda siqilishga aylanadi va yadroda geliy yonishi tartibga tushib, yulduz sefeidga aylanadi. Bu yulduzlar xuddi qon tomiri kabi aniq maromda pulsatsiya qiladi. Pulsatsiya vaqti va yulduz yorqinligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik esa olimlarga galaktikalar aro ulkan masofalarni aniq o'lchash imkonini beradi. Sefeida yadrosidagi geliy butunlay yonib bitgach, u oxirgi marta qisqaradi. So'ngra u qizil gigantga aylanib, koinotga sochilib ketadi va o'zidan oq mitti yulduzni qoldiradi. Bu mitti yulduzning yadrosi uglerod, azot va kisloroddan iborat bo'lib, yadro geliy qobig'i bilan o'ralgan bo'ladi. Massasi 12 tagacha Quyoshning massasiga teng bo'lgan 5-toifadagi oq ko'k yulduzlar ham o'z umri oxirida sariq o'zgaruvchan gigantga aylanadi. Ularning o'limidan keyingi qismati mutlaq boshqacha bo'lishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, ulardan qolgan massasi 1,5 Quyosh massasiga teng bo'lgan uglerodli oq mitti yulduz sovigach, ulkan olmosga ham aylanishi mumkin. Ammo bu vaqtinchalik holat. Kelajakdagi tasavvur qilib bo'lmas uzoq vaqt ichida sovuq sintez natijasida u temir yulduzga aylanadi. Ba'zida mitti yulduzdan hech narsa qolmasligi ham mumkin. Agar u boshqa yulduzdan vodorodni juda ko'p tortib olsa, bu uglerodli detonatsiyaga, ya'ni ulkan portlashga olib keladi. Zanjirli reaksiya natijasida uglerod og'irroq elementlarga aylanadi va yulduz birinchi turdagi o'ta yangi yulduz sifatida butunlay parchalanib ketadi. Bu portlash butun galaktikaga sayyoralar paydo bo'lishi uchun zarur bo'lgan kremniy va kislorodni yetkazib beradi. Massasi Quyoshnikidan 12 dan 18 martagacha ko'p bo'lgan oq ko'k yulduzlar, masalan, Antares va Betelgeyze uchun qarilik davri ularning eng gullagan davri hisoblanadi. Ular sariq gigant bosqichida bir tekis va yorqin nur sochib, geliyni odatdagidek yoqishadi. Qizil o'ti gigant bosqichi ular uchun juda sokin kechadi. Yulduzning butun hajmi bo'ylab vodorod yonsa ham, u yulduzning kuchli tortishish maydonidan chiqib keta olmaydi. Hatto yadroda uglerodning kremniyga aylanishi hech qanday portlashsiz, tinch va sokin amalga oshadi. Tashqi qatlamlar bosim berib turgan va siqilayotgan yulduz yadrosida kremniy portlaganda nima sodir bo'lishi hali oxirigacha tushunarli emas. Ammo bu jarayon oddiy portlashdan 10 baravar kuchliroq bo'lgan supernova portlashi bilan tugaydi. Supernova portlashi bu ulkan gigantni parchalab, masalan, qisqichbaqasimon tumanligiga o'xshash bulutga aylanadi. Natijada massasi 1,5 yoki 2 Quyoshnikiga teng bo'lgan, zichligi oq mitti yulduzlardan ancha yuqori bo'lgan pulsar yoki neytron yulduzi hosil bo'ladi. Eng yorqin yulduzlardan biri bo'lgan DNB 7-toifaga, ya'ni massasi Quyoshnikidan 18 dan 30 martagacha katta bo'lgan ko'k gigantlar kiradi. Bunday yulduzlar hali shakllanish bosqichidayoq o'z massasining bir qismini kuchli nurlanish tufayli yo'qotadi. Keyinchalik ular o'z hayot yo'lini davom ettirib, o'limidan keyin qolgan neytron yulduziga aylanadi.
Ma'lum vaqtdan so'ng esa supernova portlashidan 100 baravar kuchli bo'lgan gipernova portlashi sodir bo'lishi mumkin. Neytronlar to'plami yanada siqilib, kichik hajmdagi kvark-glyon plazmasidan iborat kvark yulduziga aylanadi degan taxminlar ham mavjud. Massasi 30 tadan 80 tagacha quyosh massasiga teng bo'lgan ko'k o'ta gigantlar ichida nimalar bo'lishini tasavvur qilish ham qiyin. Bu yulduzlar tug'ilganidan atigi 30 million yil o'tib supernova sifatida portlaydi. Ular massasining 90% galaktikadagi moddalar aylanishiga qaytadi, ammo qolgan 10% zulmat qa'riga cho'mib, qora tuynukka hosil qiladi. Nihoyat 9-toifadagi yulduzlar ko'k gipergigantlar deyiladi. Ularning yorqinligi Quyoshnikidan million marta, massasi esa 500 marta ko'p bo'lishi mumkin. Ularda termoyadro reaksiyalari shu darajada shiddatli kechadiki, yulduz hali to'liq shakllanib ulgurmasdan vodorod yonib bitadi. So'ng yulduz yadrosida geliy va uglerod portlashi sodir bo'ladi. Gipergigant o'z moddasining katta qismini koinotga uloqtirib, Wolf-Rayet yulduziga aylanadi. Bu yulduz asosan geliydan iborat bo'lgan qaynoq shardir. Uning atrofidagi uglerod bulutlari yorug'likni yutgani uchun u bizga to'q qizil rangda ko'rinadi. Gipergigantning faoliyati dahshatli gipernova portlashi bilan yakunlanadi va natijada massasi 5 tadan 15 tagacha quyosh massasiga teng bo'lgan qora tuynuk paydo bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar.